Kengizlari bir kompot ichib ishlaymiz, yigitchalar qarang jarashgani, kiyib olganimni. Chiqib putim jirtiqmasmi ekan? Sizlarga bitta master class kompot kuchi qarang. Kamerani bu yaqinroq olib kel, yaqinroq. Ko'jon. Sizlarga kompot ichib ishni ko'rsatib, faqat bu mana bitta aka yozdi-ki, bog'da shundan ko'ra shaharda yurguningcha deb aytganda. Tipriklamasa bo'lmaydi, deyib ketagan. Voy bo'la. Jonim yo'q qandaydir. Endi noto'g'ri ochyapman-mi? Mana shu bog'da ochamiz, mana voyda loy demay. Mana shaharda ijod qilib yurgandan keyin shu. Tarim har zaman meni kibrimni sasindirish uchun boqqa ishlatadi, qo'y boqtirib qo'yadi-da. Ichimda izah har zaman. Mana legrabka bo'lak to'g'rilab turadi. Sargina pul topib bola o'zgarib ketmasin deydi. Oyog'imga bitta reznitchani berib qo'lda ketmancha perchatka. Perchatkani ham bermaydi-ku, perchatka ishlaydi-ku. O'zim olib turaman, perchatkani ishlayman. Ana deyman. Nima ochilmayapti? Ayni videoga kelgan payti qiyin tushib qoldi-da bu. Qarchi mana shunday bog' ochamiz-da. O'zimcha ko'rsatdim ishlaydigan. O'zim mana kamera qarshisida turgan ukam ishlaydi.